Assalomu alaykum hurmatli uzr ko'yuvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 8-oyning 17-kuni seshanba. Hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, to'g'ri diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Bu yıl 11. ayının 13. günüdün 14. günügece Çexiyanın paytaxtı Pragada ötküzüldiğin 7. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayının resmi vekillik sayılımı 8. ayının 22. günü yekşembe her qaysı ellerdeki vekil saylaş komitetlerinin nazaretçilikide bir tutaş halde ilip berildi. Kazakistan, Kırgızstan, Amerika, Avustralya, Yaponiya, Türkiye, Germaniya, Norvegiya, Belgiya qatarlıq bir qism dövlətlerde məxsus saylam sandığı təsdiq qılındı. Her qaysı ellerde təsdiq qilingan vekil saylaş komitetleri 8. ayının 22. günü yekşembe ötküzüldiğin vekil sayılımının orni ve konkret usulü hakkında ammaga arka-arkadan uqturuşlar tarqıtışqa başladı. Saylam belti 7. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayı Tayyorliq Komiteti tarafidan hazırlanıp, her qaysı dövlətlerdeki saylam komitetlerine yetkizib berildi. Saylam beltide her bir dövlətteki vekil namzatlarının isim familiyasi ve şu dövlətten saylab çıqıladigan resmi vekillerinin sani o'rni olgan bo'lib, saylamning adil hem demokratik şekilde ötküzülüşüge kapolatlik qilinadi. 7. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayı Tayyorliq Komitetining raisi Parat Yo'rinqash apandimning bugun istansimizga bildirishicha, Tayyorliq Komitetining a'zolari va har qaysi ellerde tasdiq qilingan vekil saylash komitetlarining a'zolaridan bo'lib, jami 100 necha kishidan tarkib topgan hay'at 8. ayning 22. kuni yakshanba o'tkaziladigan vekil saylimiga nazoratchilik qiladi. Hozirga qadar salohiyati muqimlashgan vekil nomzodlarining umumiy soni 300 nafardan ortiq bo'lib, 8. ayning 22. kunidagi vekil saylimida bularning ichidan 200 nafardan ortiq rasmiy vekil saylab chiqiladi. Her qaysi ellerde tasdiq qilingan vekil saylash komitetlari va qurultay qaramag'idagi tashkilotlar 8. ayning 22. kuni o'tkaziladigan vekil saylimining konkret usulini o'zdiri turishliq davlatlarning amaliy ahvoliga qarab bekitib chiqadi. Alohida sabab tufaylidan 7. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayining Kanada vakillari Kanada Sharq Turkiston birligi tarafidan 15. avgust yakshanba kuni Uyg'ur Kanada Islom va madaniyat markazida o'tkazilgan demokratik saylam orqali rasmiy saylab chiqildi. Aslida 7. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayı Tayyorliq Komiteti bu növbetlik qurultay vakillarining 8. ayning 22. kuni har qaysi ellerde bir tutash o'tkaziladigan saylam orqali saylab chiqiladiganligini e'lon qilgan edi. Ammo Kanada Sharq Turkiston birligi 8. ayning 15. kuni o'zining yarim yillik umumiy xizmat yig'inini o'tkazishni qaror qilgan va 7. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayı Tayyorliq Komitetidan korona vaziyatiga qaramay 300 nafarga yaqin jamoat to'plangan bu yig'inda 7. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayining Kanada vakillarini saylab chiqishni talab qilgan. Ularning bu taklifi Qurultay Tayyorliq Komiteti va Qurultay raisligi tarafidan uyg'un ko'rilgan edi. 7. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayı Tayyorliq Komiteti tarafidan Kanadaga bo'lib berilgan rasmiy vakillarning soni 15 nafar bo'lib, vakil nomzodligi Qurultay Tayyorliq Komiteti, Qurultay raisligi, Qurultay taftish hay'ati va Qurultay ishki ishlar komiteti tarafidan oxirgi qitim tasdiqlanib muqimlashtirilgan va nomzod bo'lishning shartlarini o'rlagan jami 18 nafar vakil nomzodi saylamga tushdi. Natijada 15 nafar qayrindishimiz rasmiy vakillik, 3 nafar qayrindishimiz kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. 7. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayı Tayyorliq Komitetining raisi Parat Yo'rinqash apandimning istansimizga qilgan so'zida mustabid Xitoy hokimiyatining va uning chet eldagi qarakollarining 11. ayning 13. kunidan 14. kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayiga buzg'unchilik qilish uchun hozirdan boshlab jiddiy harakatga o'tganligini, hatto bir uchum qorong'u kuchlarning ba'zi ellerdagi vakil nomzodlariga besim qilish va tahdid silish orqali ularni qurultayning nomzodligidan voz kechishga qistayotganligini, oldimizdagi kunlarda Xitoyning va qurultayga qarshi qora guruhlarning bu xil buzg'unchilik qilmishlarining yanada kuchaydiganligini ta'kidlash bilan birga, butun ellardagi vatansuyar qarindoshlarimizni Dünya Uyghur Qurultayining atrofiga yanada zich uyushib, bu yil Cumhuriyet kunimizda Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayining muvaffaqiyati uchun o'rtaq kuch chiqarishga va Xitoyning turli hujumlarga qarshi qurultayni muhofazat qilishga chaqirdi. Germaniyaning eng nüfuzli matbuotlarining biri hisoblangan Janubiy Germaniya gazetida 14 avgust kuni e'lon qilingan Rais va Shahzoda nomli cho'ng hajmlik maqolada Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa bilan atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumatining qo'rchoq raisi Shuhrat Zokir to'g'risida nihoyatda tafsiliy analiz yurgizilgan bo'lib, maqolada Dolqun Aysa Uyg'urlarning erkinligi uchun kurash qiluvchi qahramon, Shuhrat Zokir bo'lsa Uyg'urlarning erkinligini dafn qiluvchi osiy sifatida tasvirlandi.
Gazet yüzüde to'liq bir betni egilagan zo'r hajmlik bu maqolani Janubiy Germaniya gazetining Urumchidagi muxbiri Kristof Gezin bilan mazkur gazetning obzorchilaridan Georgiy Maskolov va Yosif Vernushiter qatorliqlar birlikda yozgan bo'lib, mazkur maqolning kirish so'ziga mundaq yozilgan. Dolqun Ayso bilan Shuhrat Zokirdan iborat bu ikki Uyg'urda aslida zidlik ko'rilmasligi kerak edi. Biri o'z xalqining erkinligi uchun kurash qiladi, yana biri o'z xalqining erkinligini dafna qiladi. Maqolada Xitoy hukumati va uning josuslarini aparat deb atagan. Bu aparatlar Sharq Turkistonga ziyorat uchun borgan Janubiy Germaniya gazeti muxbirlarining jazo lagerlariga yiqilishiga yo'l qo'ymagan. Shundaqdimi ular ko'plagan jazo lagerlarining o'rnini topgan va asarda bu lagerlar joylashgan parallelning kodini oshkorlagan. Ba'zi lagerlarning uzunligining 1 kilometrdan oshadiganligini eskartgan. Aparatlarning bu lagerlarda qancha yuz minglagan Uyg'urlarni qamab tutib turayotganligi ta'kidlangan. Maqolada bakrak e'tibor bilan tasvirlangani Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Ayso bilan Shi Jinpingning atvorliq shahzodasi Shuhrat Zokirning kimligi bo'lgan. 1967-yili Oqsuda tug'ilgan Dolqun Ayso bilan 1953-yili G'uljida tug'ilgan Shuhrat Zokirning aslida bir millatga tavalligi. Dolqun Aysoning 1987-yildan tartibli Xitoy hokimiyatiga qarshi faoliyatlarni boshlaganligi. 1988-yili Urumchida oliy maktab o'quvchilar namoyishini uyushtirib maktabdan quvlanganligi. 1994-yili vatanini tark etishga majbur bo'lganligi. Germaniyada yashayotgan 25 yildan buyon o'z millatining erkinligi uchun qit'alar otlab, tinimsiz kurash qilib kelganligi bayon qilingan. Aksicha Shuhrat Zokirning 80-yillardan tartibli Xitoy hokimiyati uchun xizmat qilishni boshlaganligi. Uning dadisi Zokirovning zamonida Xitoylar uchun aktiv xizmat qilgan biri bo'lganligi. Shuhrat Zokirning navbatda Xitoy hokimiyatiga sadoqat bilan xizmat qilib, 21-asrdagi insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikqa hassa qo'shayotganligi tasvirlangan. Maqolada Xitoyning milliy siyosati uchun katman chepayotgan, Xitoyning zuvoni bo'lib Sharq Turkistonning ichinishlik vaziyatini yolg'ondan yaxshi ko'rsatib, maqtab uchirayotgan Shuhrat Zokirning ikki singlisining Germaniyaga kelib siyosiy panohlik tilaganligi. Bu reallikning amaliyotda Shuhrat Zokir va u xizmatini qilayotgan Xitoy hokimiyati uchun bir masxara ekanligi eskartilgan. Uchurlardan ma'lum bo'lishicha, navbatda Shuhrat Zokirning Germaniya va Yevropa ellarida siyosiy panohlik tilab turayotgan tuqqanlarning soni 15 nafardan oshadi. Asarda yana Uyg'urlarning mashhur shoiri bo'lgan Lutfullo Mutallibning qabrisining chiqilib, u yerga bir talay bog'chisi barpo qilinganligi, bog'chiga mushuk iyiqning kulib turgan haykali o'rnatilganligi qistirib o'tilgan va bu bog'chining surati asarning bosh qismiga berilgan. Siyosiy kuzatuvchilarning Xitoyning Taliban bilan birlashib Uyg'urlarni yana qiltoq tushirish ehtimolligining yuqori ekanligini, shunga Uyg'urlarning Talibandan alohida hushyor bo'lishi lozimligini ta'kidlashmoqda. Amerika hukumatı 2021-yili apreldan boshlab Afg'onistondagi harbiy qismlarni chekintirib chiqqandan keyin Xitoy hukumatining yangidan paydo bo'lgan bu siyosiy bo'shliqni to'ldirishga bakma oltirib ketayotganligi Xitoy bilan Taliban kuchlari orasidagi ko'p qitimliq oshkora va maxfiy suhbatlardan ma'lum bo'lishga boshlagan edi. Texi yaqinda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Taliban vakillari bilan Bejingda maxsus suhbatda bo'lgandan keyin Taliban kuchlari bu rayonning tinchligini asliga keltirishda oshqushliq rol o'ynaydi dedi. 16 avgustdan boshlab Taliban kuchlarining poytaxt Kabulni to'liq kontrolga ilib, Prezident saroyini ishg'ol qilganligi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va uning muovini Amrulloh Solihning Kabuldan qochib ketganligi haqidagi xabarlar har qaysi axborot vositalaridan keng yer oldi. Bu ahvol Afg'oniston hukumatining uzil-kesil g'ulab tushganligini, Taliban kuchlarining yengivashdan hokimiyatni qo'lga olganligini to'liq namoyon qildi. Afg'onistonda yana bir qitimliq zo'r qosh-qosh boshlanib, Talibanlar yangi hokimiyatning nomining Afg'oniston Islom amirligi bo'ladiganligini jakarladi. Darvaqa Talibanlarning Kabulga kirishi bilan Xitoy hukumatining buningdan keyin Talibanlar bilan qanday aloqada bo'ladiganligi haqida turli fikrlar o'tirg'i chiqishga boshladi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 16 avgust kuni bu vaqtda so'z qilib, biz Afg'oniston xalqining orzusi va tanlashiga hurmat qilamiz dedi. Shuningdek, o'zlarining Taliban hukumati kelgusidagi terrorlik masalalarga taqobil turishda muvofiq yo'l topa oladi deb qaraydiganligini bildirdi. Ammo Xitoy hukumatining Talibanlar bilan yaqindan hamkorlashishining o'z navbatida Uyg'urlar masalasiga ro'shan holda ta'sir ko'rsatish ehtimolligi bir qism kishilarni o'ylantirayotgan masalalarning biriga aylangan. Washington shahridagi Wilson markazining tadqiqotchisi, siyosiy analizchi Bradley Jardin bu vaqtda Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida Xitoyning Taliban bilan birlashib Uyg'urlarni yana qiltoq tushirish ehtimolligining yuqori ekanligini, shunga Uyg'urlarning Talibandan alohida hushyor bo'lishi lozimligini ta'kidladi. U bu vaqtda to'xtalib mundoq dedi: Afg'onistondagi vaziyat aniqki Uyg'urlar uchun bakli muhim bo'lib qelyapti. Talibanlar bilan Xitoyning hamkorligi amaliyoti 1990-yillarning oxirlari, ya'ni 2000-yil atrofida boshlangan. Ana shu vaqtlardan boshlab Xitoy hukumatı Talibanlar bilan ko'p qitimlab yushirin diplomatiya aloqasida bo'lib keldi.
Xitoy hukumatining bu masalada oshkora o'ttirg'i chiqishi bo'lsa, ular Talibanlarni hukumatni idora qilib ketadi deb o'ylaganligidan bo'lgan ish. Ular mushu Talibanlar bilan hamkorlashish orqali o'zlariga tahdid bo'luvchi kuchlarni, ya'ni Uyg'ur qurolliqlarini ko'zdan xalos qilmoqchi bo'lgan. Bu jarayonda Talibanlar Afg'onistondagi qonunli hukumat bo'lganlikdan bir qism Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib bergan. Shunga ikki taraf o'rtasidagi oshkora va yoshirin suhbatlar yaqinqi mezgillardan boshlab yuqori pallaga chiqishga boshlagan edi. Masalan, biz ziyorat qilgan ma'lum bir Afg'onistonlik Uyg'urni misol qilsak, uning Afg'oniston pasporti bo'lsa-mu, uningga bu kishining salohiyati Xitoy ko'chman degan nomda yozilgan. Talibanlar yangiboshdan hokimiyat beshiga chiqqan ekan, bundaq Uyg'urlar hozir andishiga tushishi aniq. Chunki Talibanlar hukumat binosini kontrollik ostiga olgan ekan, barliq hukumat hujjatlari ularning qo'liga tushadi. Bu kishilar vaqti kelganda Xitoyga qaytarilishi butunlay mumkin. Baratli apandining qarashicha Xitoy hukumatining Taliban hukumati bilan bo'lgan hamkorligi o'tgan bir necha haftadan buyon barliqqa kelgan hodisa emas ekan. Ular o'rtasidagi aloqa va hamkorlik necha 10 yillab tarixga ega bo'lib, amdilikda Taliban kuchlarining Afg'onistonda hokimiyat beshiga chiqishi bu xildagi hamkorlikni texmi yuqori pallaga chiqarishi tamoman mumkin ekan. Beradli apandi ta'kidlab mundaq dedi. Meningcha Xitoy josuslar guruhining o'tganda Afg'onistonda atalmish Uyg'ur terrorlik guruhining mavjudligini paydo qilmoqchi bo'lganligi bakmo qiziqarli bir misol. Chunki buningda Xitoy hukumatining o'tganki mezgillarda ko'rilib boqmagan aktivlik bilan tashqi siyosat va diplomatiya vositasida davlat chegarasidan halqagan faoliyatda bo'lganligi namoyon bo'ldi. Bo'libmi qo'shni bo'lgan O'rta Osiyo rayonida, jumladan Afg'oniston, Pokiston va boshqa joylarda shundoq bo'lgan. Buningda ko'plagan bexatarlik masalalar o'ttirg'i chiqdi. Shundoq bo'lganligi uchun Badaxshan rayonida Xitoy hukumati yaqinqi yillarda bir qism harbiy aslahalarni qurib chiqdi. Bu xildagi harbiy aslahalarning barpo bo'lishi hozir Pamir tog'lari, Tojikiston chegarasi va Vaxon koridori atroflarigacha kengaydi. Chunki Xitoy hukumati 2014-yildan tartibli bu joydan vahima yeb kelgan. Kuzatuvchilarning qarashicha aslida Pokiston istixborot organlari bilan qo'yi xizmat hamkorligi bo'lgan Talibanlarning Xitoy istixborot organlari bilan muzlich aloqasi bor ekan. Xitoy hukumati bo'lsa ularning orqasidagi eng zo'r madadkor ekan. Shundoq bo'lgan ekan, Taliban hukumati har qachon Xitoy hukumati bilan bir mavqeda va bir yo'nalishda harakat qiladi ekan. Bundaq ahvolda ularning Xitoy hukumatiga yordamlashib, qandoqdir Uyg'ur jihodchi terrorchilari guruhini yasab chiqishi ehtimoldan yiroq emas ekan. Shunga bu jihatda Uyg'urlarning ho'shyor bo'lishi texmi zarur ekan. Amerikaning eng chong boylaridan biri, mablag' savutchi va saxovatchi Jorji Soros yaqinda Wall Street jurnalida gazetida maqola e'lon qilib, Xitoy raisi Shi Jinpingni dunyoning xatarlik dushmani, Xitoyni baloyi afat yo'liga boshlag'uchi deb ko'rsatdi. Jorji Sorosning qarashicha Xitoy hukmdori Shi Jinping Xitoyni darajadan tashqari davlatga aylantirganligini jakarlagan bo'lsa-mu, uning siyosatida og'ir xatolik va ta'tirlik bor. Hokimiyatining ichki qismida ziddiyatlar bor. Bu ziddiyatlar Amerika Xitoy o'rtasidagi surkilishlarda o'ttirg'i chiqqan. U bu ziddiyatlarning tub sababini o'ttirg'i qo'yib mundaq degan. Amerika demokratiyani, ichib etilgan jamiyatni qo'llaydi. Hukumatning roli shaxsiy erkinlikni qo'g'dash. Shi Jinping bo'lsa Mao Zedongning yo'lini tutib, huquq markazlashgan bekinma jamiyatni barpo qildi. Bundaq jamiyatda shaxsning erkinligi yo'q. Barliq Xitoy puhrolari kommunist Xitoy hukumati uchun xizmat qiladi. Shi Jinpingning maqsadi Xitoy puhrolarini po'latdek intizom bilan texmi kuchlantirib, raqobatda ustunlik qozonish. Jorji Soros mundaq deb yozgan. Amerika bilan Xitoy munosabatining tezdan yomonlashib ketishi balkim urushni keltirib chiqarishi mumkin. Shi Jinping kelgusi 10 yilda Tayvanni elishni planlaganligini, buning uchun Xitoy armiyasini texmi kuchaytirganligini aniq bildirib bo'ldi. U 2022-yil Xitoyning umrlik prezidenti bo'lib qolsa, 10 yilda butun huquqni qo'lga ola oladiganligini jazmlashtirib bo'ldi. U o'z planida nurg'un dushmanlarni yo'qotmoqchi, ularni o'ziga qarshi chiqolmaydigan qilib qo'ymoqchi. Mencha Shi Jinping bugungi ichib etilgan dunyoning eng xatarlik dushmani. Barliq Xitoy puhrolari uning ziyonkashligiga uchirg'uvchilari. Xitoydagi siyosiy o'qituvchilar, diniy e'tiqodchilar va oz sonliq millatlar og'ir ziyonkashlikka uchirdi. Uning qarashicha Shi Jinping 2022-yildan keyin davomli hokimiyat beshida tursa, texmi xatarlik diktatorga aylanadi. Qo'l ostidagi amaldorlarni qo'rqitib ham aldab, ularni mutlaq bo'ysundiradi. Xitoy puhrolarini qattiq tuzum bilan boshqarib, ularni Xitoy kompartiyasining sodiq qullariga aylantiradi. Dunyoga xo'ja bo'lish tushini amalga oshirish uchun o'ktam, zo'ravon, bema'ni siyosat yurgizadi. Oqibatda Xitoy davlatiga va dunyoga baloyi ofat ep keladi. Hürmetli uzr ko'ychilar. Yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qaytamoq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rikcha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.